Uyg'ur qirg'inchiligi bir mahal dunyoviy temalardan bo'lgan bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda xalqaro vaziyatdagi jiddiy o'zgarishlar, shuningdek, Xitoyning g'oyat zo'r odam kuchi va moliya kuchi badaliga o'ttirg'i chiqargan tashviqot urushi tufaylidan tadrijiy holda bu vaqtdagi xabarlar pastgo'yga tushishga yuzlandi. Ammo o'xshamagan uchur yo'llarida ma'lum bo'layotgan turli xabarlar qirg'inchilikning ilhom davom qilayotganligini, faqat buningdagi ba'zi oshkora shakllarning qiyofat o'zgartish holatiga o'tganligini olg'a surdi. Mushu xil ochiq reallikning hozirgi ahvoliga qarab chiqish maqsadida Amerika Uyg'ur birlashmasi 30 iyul kechqurun lagershunos olimlardan doktor Andrian Zenz va kishilik huquq mutaxassisi doktor Sophie Richardson xonimni maxsus tashkillangan Gulxon suhbatiga and also Dr. Andrian Zenz, who is the director of the China studies at Victims of Communism. I would like to start with Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilfidar Iltabirning riyosatchiligida boshlangan suhbat tabiiy holda Uyg'urlar masalasining tashqi dunyoga bo'linishi, jumladan bu ishlarning qanday bo'lib Uyg'urlarga qiziqishini bo'ylab davom qildi. And there was a small Uyghur mosque and community center down the road from where we lived. And I don't think I had ever encountered a community like that before. It too was equally warm and friendly and welcoming. And early on in that semester, we actually had some sort of formal interaction between our group and that community. But it wasn't really until I got to Human Rights Watch in the Xudo bu ishkalan o'rtaq holda dastlabki qadamda Uyg'urlar haqida yuzaki tushunchaga ega bo'lgandek, o'tgan 15 yil mobaynida Uyg'urlarning vaziyati izchil turda yomonlashmagan. Bu xil yomonlashgan masalda ularning diqqati Tibetlar va Xitoy masalasidan tadrijiy holda Uyg'urlarga yo'tkilishga boshlagan. Bo'libmi 2016-yildan keyin Uyg'ur jamiyati tarixdagi mislsiz qirg'inchilik tufaylidan holidan ketganda bu xil reallik bir mahal har qaysi axborot vositalaridan keng yer olgan. 2023-yildan boshlab bu xabarlarning o'rnini kishilarning lagerlardan chiqishga boshlaganligi va vaziyatning normallashganligi haqidagi uchurlar ilishga boshlagan. Ammo reallikni inchga kuzatishlar natijasida qo'yib berilgan kishilarning qaytadan tutqun qilinayotganligi ma'lum bo'lgan. Bunaqa masalda Xitoy hukumati demokratik ellardagi ochiq muhit va demokratik so'rinlarni monopol qilishga o'tib, o'zlarini tahdid paydo qilayotgan xalqqa qarshi ish ko'rayotganligini ta'kidlashga o'tgan. In Tibetan regions, and what I discovered at the time, I had no focus on human rights or security or anything. I was simply kind of fascinated by data and documents and evidence, and so happened to find out that a surprising amount of public recruitment in Tibetan Dr. regions Andrian Zensning between qarashicha, 2012 Xitoy hukumati ijro qilayotgan Uyg'urlarga qarshi zulmlarning hali davomlashayotganligi navbatdagi majburiy emgak hodisasida texmo ro'shan aks etadi. Chunki Xitoy hukumati izchil turda emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirish va nomrodlikni tugutish nomida Uyg'ur yoshlarini to'xtovsiz turda zamonaviy qulluqqa zo'rlayotgan bo'lib, bu insoniyat tarixidagi eng qabiy qilmish bo'lib qolgan. Texmo yamini majburiy emgakka bog'liq bo'lgan iqtisodiy manfaat g'arb dunyosidagi insonlarni bu qabilaga sherik qilib qo'yishdan sirt, siyosat belgilovchilarning bunga qarshi texmo kuchli tadbirlarni elishiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Garchi Xitoy hukumati hozirgi kunda ilgirkidek emgak kuchlarini yo'tkashga doir ma'lumotlarni e'lon qilmas bo'lib olgan bo'lsa-mu, vositlik yo'llardan ma'lum bo'layotgan uchurlar emgak kuchlarini yo'tkash nomidagi bu xil majburiy emgakning kuchayotganligini dalillaydi. Bo'libmi yaqindan buyon paxta va sho'xla ishlab chiqarish sohasida bu hol texmi shundoq bo'lgan. Texmi chatoq bo'layotgani shuki, hozir Xitoy o'lkalariga yo'tkalgan Uyg'ur ishchilarni shu joyning nupusiga o'tkazish boshlanib bo'lgan. Bu yana bir yoqdan Uyg'ur nupusini shalomlatish va boshqa o'lkalarga chechib etish urinishidan boshqa narsa emas. Talking about visas of protesters who were at the APEC meeting in San Francisco last year. And I think it shows the extent to which the Chinese government continues to try to exploit Uyg'ur jamiyati haqidagi reallik shu qadar oshkor bo'layotgan ahvoldami, yanala xalqaro jamiyatning qirg'inchilikqa qarshi o'rtaq bir e'tirof qilish va cheklash yuzinishini vujudga chiqarolmasligi to'g'risida so'z bo'lganda, Sophie Richardson buningdagi eng muhim sabablarning biri qatorida Xitoy hukumati xalqaro jamiyatni o'ynab ketyotidi dedi.
Uning qarashicha, dunyo miqyosida 150 dan ortiq davlat qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasiga imzo qo'ygan. Gerçi Uyghur jamiyatidagi Uyghur kimligini o'chirish, is-busini chiqarmay odam o'ldirish, jinsiy xo'rlikni kengaytirish qatorliq qabiy jinoyatlar zo'r ko'lam olgan hujjatlik materiallar sifatida o'tirg'a chiqayotgan bo'lsa-mu, xalqarodagi hukm chiqaradigan sud mahkamalari bu da'voni qo'lga ilishdan o'zini tortib Yana kelib ular Xitoyning Uyg'ur kimligini o'chirish urinishidagi vositalarni hamda buningga yoshiringan nayranglarni tushunmayotdi. Shunday bo'lganligi uchun hozirgi reallik Uyg'urlar haqida ozg'ina davlatlardagi sud mahkamalari hukm chiqarish bilanla cheklanib Subsequently, eventually, I think it came out sometime in April or May. And my findings are that a labor transfer, poverty elevation through labor transfer continues to intensify. We see strong language around it. We see strong language around ana shu xildagi Uyg'ur qirg'inchiligini cheklashga qarshi amaliy harakatlarning ichida hammaga tonish bo'lgan eng zo'r tarixiy qadam Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni hisoblanadi. Bu qonun 2022 yili iyunda ijro bo'lishga boshlangandan buyon bevosita yoki vositalik holda Uyg'urlarning majburiy emgikiga chetiladigan mahsulotlarning dunyo ta'minlash zanjiriga, jumladan Amerika bozoriga kirishiga zo'r bir to'siq paydo qilgan. Ammo Andrian Zensning qarashicha, Xitoy tezdan buningga qarshi tadbir olib, shirkatlarni boshqa joylarga yo'tkashga ulgurgan. Shunaqla Xitoyning ichki qismidagi tovar obratiga doir soliq ma'lumotlarni e'lon qilmas bo'lib olgan. Buning bilan Uyg'ur aynidan boshqa joylarga qanday mallarning o'tkazilganligini bilgili bo'lmas bo'lib qolgan. Shunaqla Shein Temu qatorliq shirkatlar nomidan G'arb dunyosiga g'oyat zo'r miqdordagi tovarni parcha shaklda eksport qilgan. Natijada $800 tuvan qimmatdagi tovarlarni tekshirmaslik belgilamasi bu yuchuqqa yangi yo'l ochib bergan. Shuning bilan bu yuchuqdan fentanilga o'xshash zaharli buyumlar, shunaqla majburiy emgak bilan ishlangan ko'p xil tovarlar bemalol Amerika bozoriga eqib kirgan. Halbuki Yevropa davlatlarida texnik bunday qonunlar o'tirg'i chiqmagan ahvolda Xitoyning Yevropa bozoridan g'oyat zo'r darajada foydalanib ketishi buningki yana bir cho'ng xiris bo'lib qolgan. In the State Department, in the Homeland Security, the number of researchers and experts is just so low. Given it's such a big country, it's just incredible. And so I think there has been a huge process of just trying to train up government workers who even Dr. Andrian Zensning qarashicha, hozir Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan yana bir cho'ng bihron Xitoy hukumatining Uyg'ur nupusini ko'paymas qilish urinishi hisoblanadi. Bo'limi Xitoy hukumati hozir ayni vaqtdagi Hitler hokimiyatidan butunlay farqli bo'lgan shaklda Uyg'urlarning milliy kimligini o'chirishni tezlashtirgan. Bo'limi Xitoy hokimiyati uchun bugungi kunda 12 million Uyg'urni biroqla qirib tashlash cho'ng bir masala bo'lib qolganligi uchun ular buni zo'r ko'lamli odam o'ldirish yo'li bilan emas, balki Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini nolga tushirish, shu orqali Uyg'urlarning nupusini eng oxirida yo'qqa chiqarish usulida amalga oshirmoqchi bo'lgan. Bu hol Xitoy mutaxassislari e'lon qilgan ko'plagan ilmiy maqolalarda, shuningdek Xitoy hukumatining Xinjiangni idora qilish strategiyasida mosqadamda aks etgan. There's a huge amount of work to be done in protecting diaspora communities, in investigating and holding the Chinese government officials who are responsible for all manner of human rights violations accountable. Shuningdek keyingi savol-javob bo'lkida o'xshamagan shaxslar Xitoy hukumatining yaqin kelgusidagi Uyg'ur siyosati, muhojiratga Uyg'urlarning qo'lidan keladigan choralar, Uyg'ur yoshlarini Uyg'ur da'vosi bo'yicha tarbiyalash, Xitoy hukumatining islom dunyosini kontrol qilib olishiga ta'sir ko'rsatish qatorliq sohalardagi turli qiyinchiliklar degandek temalarda savollar so'radi. Faoliyatning oxirida Amerika Uyg'ur birlashmasi nomidan Andrian Zens va Sophie Richardsonga oddiy ammo ma'nilik sovg'alar taqdim qilinganda zalda guldiroz olqish sadosi yangradi. Faoliyatdan keyin Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir ayrim ziyoratimizni qabul qilganda o'zlarining nima uchun shunday bir faoliyatni tashkillashi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdi. Bugün Sophie Richardson bilan Adrian Zensni Uyg'ur markazimizga taklif qilishimizning sababi ham Uyg'ur jamoatimizni ko'zitish, ham Uyg'ur jamoatimizning rahmatini bildirish.
bo'ldi. Uning ustiga yaqinda biza so'zlab qolgan hozirgi ruhimizni texmo jonlantirish, yana bir qatim aslatish degandek shu maqsadlar bilan bu faoliyatni o'rinlashtirdik. Faoliyat jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida, Uyg'ur majburiy emgak haqida, hozirgi Uyg'ur nufusining ozlab ketayotganligi va nurg'unlagan zulmlar bo'layotganligi haqida suhbatlar bo'ldi. Oxirida jamoatimiz o'zlari savollarini so'rab, Adrian Zansmu, Sophie Richardsonmu shularga ko'ngil so'zlarini aytdi, javoblarini berdi. Xuddi mutaxassislar ko'rsatib o'tgandek, navbatda Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish yo'lidagi qiyinchiliklar ko'plagan sohada mavjud bo'lib, bu ahvol izchil turda manzil uzoq, yuk ig'ir degandek ko'p xil xiristlarni paydo qilayotganligi ma'lum. Shundaqla buningga qarshi kollektiv tirishchanlikning zarur ekanligi bargan sari vaziyatning taqozosi bo'lib qolmoqda.